Qonli kun, zarbalar, o't qo'yishlar va fojialar. Falastinda yana bolalar o'ldirildi. Rossiya qo'shni Kiyevga raketa zarbasini yo'lladi. Qurbonlar bor, o'nlab kishilar yaralangan. Vladimir to'xta. Tramp Putindan urushni to'xtatishni so'radi. Qozog'iston Rossiya bilan urushga tayyorgarlik ko'rmoqdami yoki bu shunchaki ichki chorami? Isroildan navbatdagi vahshiy xunrezlik. Pokiston Hindiston uchun osmonini yopib qat'iy javob choralari kiritdi. Yangi takliflar hozir Trampning stolida. Ukrainada 10 minglab rus askarlari bedarak yo'qoldi. Qonli kun, zarbalar, o't qo'yishlar va fojialar. Falastinda yana bolalar o'ldirildi. Al Jazeeraning tibbiy manbalariga ko'ra, bugunning o'zida jinoyatchi Isroil harbiylarining zarbalari oqibatida kamida 20 nafar falastinlik halok bo'lgan. Ular orasida markazdagi Nusayrat yaqinidagi chodirli boshpanaga berilgan zarba natijasida halok bo'lgan 3 nafar bola ham bor. Isroil G'azo shimolidagi Jabali shahridagi gavjum bozorga hujum qilib, kamida 3 kishini o'ldirganida, yana bir bora hammasini nishonga olganini bahona qildi. AQSh harbiylari Yamanning turli hududlariga o'nlab bombalar tashlab, mart oyining o'rtalaridan beri har kungi hujumlarini davom ettirmoqda. Bu hujumlar natijasida 200 dan ortiq odam halok bo'lgan. Bosib olingan g'arbiy qishloqdagi Al-Yamun shahrida falastinliklar chorshanba kuni Isroil askarlari tomonidan otib o'ldirilgan 12 yoshli bola uchun aza tutishdi. Isroillik ko'chmanchilar g'arbiy qirg'oqning Iradan vodiysi shimolidagi Baradala qishlog'ida 5 nafar falastinlikni otib yaraladi. Ekin maydonlari va binolarga o't qo'ydi. Yale universiteti Falastin taraf talabalar guruhini rasmiy tan olishdan mahrum qildi. Bunga sabab guruh Isroilning o'ta o'ngchi milliy xavfsizlik vaziri Tamar Ben-Gvirning tashrifiga qarshi norozilik namoyishlarida ishtirok etganlikda ayblagani bo'ldi. Rossiya qo'shni Kiyevga raketa zarbasini yo'lladi. Qurbonlar bor, o'nlab kishilar yaralangan. Bu Ukraina poytaxti Ahmadet shifoxonasiga zarbadan buyon eng yirik hujum bo'ldi. Rossiya qo'shini 25-aprelga o'tar kechasi Kiyevga ballistik raketalar va dronlar bilan zarba berdi. Eng ko'p vayronagarchilik Svetoshinskiy rayonida qayd etilgan. Bu yerda turar joy binosiga zarba kelib tushgan. Shuningdek, Kiyev shahri meri Vitaliy Klichkoning ma'lum qilishicha, dron qoldiqlari poytaxtning Goloseyev, Podolsk va Shevchenko rayonlariga ham tushgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 8 kishi halok bo'lgan. Avvaliga qurbonlar soni 10 kishi ekanini aytilgan. Keyinroq rasmiylar bu ma'lumotga aniqlik kiritdi. Yana 77 kishi shifoxonalar yordamiga murojaat qilgan. Ulardan 31 nafari kasalxonaga yotqizilgan, deya aniqlik kiritdi Klichko. Uning so'zlariga ko'ra, jabrlanganlar orasida 5 nafar bola ham bor. Voqea joyida qidiruv-qutqaruv amaliyoti davom etmoqda. Qutqaruvchilar Svetoshinskiy rayonidagi uy vayronalarini demontaj qilmoqda. Klichkoning so'zlariga ko'ra, hujum oqibatida Kiyevga 12 ta binoga zarar yetgan. Kiyevlik Lyudmila Susplenin nashrida halok bo'lganlar orasida uning 48 yoshli onasi ham borligini aytgan. U keksa ammo baquvvat edi. U o'lishini rejalashtirmagandi, degan ayol. Vladimir Zelenskiy Jerga tashrifi dasturning bir qismini bekor qildi va respublika prezidenti Cyril Ramaphosa bilan uchrashuvdan so'ng darhol Ukrainaga qaytishini aytdi. Ukraina o't ochish va zarbalarni to'liq to'xtatishga rozi bo'lganiga 44 kun bo'ldi. Bu AQSh taklifi edi. 44 kundan beri Rossiya odamlar o'ldirishda davom etmoqda va buning uchun qattiq bosim va javobgarlikdan qutulib qolmoqda, deya yozadi Zelenskiy. Kechasi Ukraina osmonida kamida 70 ta raketa urib tushirildi, deya ma'lum qildi Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari. Rossiya qo'shinlari hujum davomida 37 ta X-101 qanotli raketasi, 11 ta Iskandar M KN-23 ballistik raketasi, 12 ta kalibri qanotli raketasi, 6 ta Iskandar K qanotli raketasi va 4 ta X-59, X-69 boshqariladigan aviatsiya raketasi, shuningdek 145 ta zarbdor drondan foydalangan. Agentство nashri qayd etishicha, Kiyev bo'ylab zarba qurbonlari soni 2024-yil iyuldan buyon eng yirigi bo'lgan. O'tgan yili 8-iyulda Rossiya raketasi Ahmadet bolalar shifoxonasiga kelib urilgan. Ukraina favqulodda vazirlar davlat xizmatlari matbuotiga ko'ra, Kiyevda o'sha yili 33 kishi halok bo'lgan. Keyinroq shifoxonada jabrlangan bolalardan birining joni uzilgan. Vladimir to'xta. Tramp Putindan urushni to'xtatishni so'radi. Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Tramp Rossiya yetakchisi Vladimir Putindan zudlik bilan urushni to'xtatishni so'radi. Bu haqda Oq uy rahbarlari o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'ida yozib qoldirdi. Trampning so'zlariga ko'ra, u urush ovozidan mamnun emas. Men Rossiyaning Kiyevga qilgan zarbalardan mamnun emasman. Bu kerak emas edi va juda noto'g'ri vaqt tanlangan. Vladimir to'xta, kel, tinchlik shartnomasini tuzaylik, deya yozgan AQSh rahbari. Shuningdek, u har hafta jangovar harakatlar davomida 5000 ga yaqin askar halok bo'layotganini ta'kidlagan. Qozog'iston Rossiya bilan urushga tayyorgarlik ko'rmoqdami yoki bu shunchaki ichki chorami? Qozog'iston Rossiya bilan uchrashuv haqida gapirdi. Rossiya Qozog'istonning strategik hamkori bo'lib qolmoqda. Yaqinda qabul qilingan hududiy mudofaa to'g'risidagi qonun esa faqat ichki xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilgan bo'lib, Rossiyaga qarshi yo'naltirilmagan. Bu haqida Qozog'iston Respublikasi Mudofaa vazirligi bir qator ommaviy axborot vositalarida tarqalgan, vazirlik tomonidan yolg'on va chalg'ituvchi deb baholagan nashrlarga izoh berar ekan ma'lum qildi. Rossiya Qozog'istonning strategik sherigi hisoblanadi.
uni KXT, MDH, SHT va EOL doirasidagi yaxshi qo'shnichilik va ittifoqlik aloqalari bog'lab turadi. Hududiy mudofaa to'g'risidagi qonunning loyihasining go'yo Rossiyaga qarshi yo'naltirilganligi haqidagi bayonotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi va yuz berayotgan voqealarning mohiyatini noto'g'ri aks ettiradi, deya ta'kidlaydi vazirlikning rasmiy bayonotida. Hududiy mudofaa to'g'risidagi qonun Qozog'iston parlamenti majlisi tomonidan 2025-yilning aprel oyida qabul qilingan. Hujjatda harbiy holat davrida ko'ngilli o'zini o'zi mudofaa qilish otryadlari tashkil etishni nazarda tutdi. Bu tuzilmalar strategik obyektlarni qo'riqlash, mudofaa inshootlarini barpo etish, evakuatsiyani uyushtirish va boshqa vazifalarni bajarishi kerak. Zarur hollarda ular jangovar vazifalarni bajarish uchun qurolli kuchlar tarkibiga kiritilishi mumkin. Hozirda qonun tasdiqlash uchun Senatga yo'llangan qonun qabul qilingancha bir qator xorijiy va mintaqaviy ommaviy axborot vositalarida Qozog'iston go'yo Rossiya bilan urushga tayyorlanayotgani haqida da'volar paydo bo'ldi. Bunga sabab qonunga ilova qilingan hujjatlarga ko'ra, hududiy mudofaaning eng yirik guruhlaridan biri go'yo Rossiya Federatsiyasi bilan chegarada joylashtirilishi aytilgan. Shu bilan birga Qozog'iston va Rossiya o'rtasidagi chegara dunyodagi eng uzun quruqlik chegarasi hisoblanadi. Uning uzunligi 7,5 ming kilometrdan oshadi. Isroilda navbatdagi vahshiy xunrezlik. Vahshiy Isroil 5 kishidan iborat oilani bombardimon qilganidan so'ng ko'chalarda bolalarning tana qismlari yig'ib olindi. Bugun erta tongda jinoyatchi Isroil harbiy kuchlari yanada ko'proq halokatli hujumlarni amalga oshirdi. Ular odamlarni uylarida, boshpana sifatida foydalanayotgan joylarda yoki chodirlarda o'ldirdi. G'azo shahrining shimoliy-g'arbiy qismidagi Shayx Radvan tumanida ota-ona va ularning 4 farzandiga qilingan hujum hammani larzaga soldi. Guvohlar, qo'shnilar, oilaga yaqin kishilar, tirik qolgan oila a'zolari va fuqaro mudofaasi xodimlari ko'chalarga va qo'shni turar joy binolariga sochilib ketgan bolalarning tana qismlarini yig'ishga majbur bo'lishdi. Hujum natijasida ota-onalar va ularning 4 farzandi halok bo'ldi. Pokiston Hindiston uchun osmonini yopib qat'iy javob choralari kiritdi. Kashmirdagi terakt ortidan bugun 24-aprel kuni Hindiston hukumati tomonidan qabul qilingan bir tomonlama va tortishuvli qarorlarga shu kunning o'zida Pokiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi javob qaytardi. Jumladan Pokiston Hindiston aviakompaniyalariga havo makonini yopdi, ikki tomonlama savdoni to'xtatdi va Hindistonni suv oqimini burish niyatida bo'lsa, bu harakat urush e'loni sifatida qabul qilinishini rasman ma'lum qildi. Bu haqda GEO xabar berdi. Bu chora-tadbirlar Hindistonning 6-10 yillik tarixiga ega Hind daryosi suvi taqsimoti bo'yicha bitimni bir tomonlama bekor qilganidan va boshqa keskin qarorlardan so'ng amalga oshirilmoqda. Hindiston mazkur qarorlarni Jammu va Kashmirda turistlarga qilingan terakt ortidan qabul qilgan. Mazkur hujumda 26 kishi, jumladan bir nafar Nepal fuqarosi halok bo'lgan. Hindiston Pokistonni hujumda ayblamoqda. Rasmiy Islomobod esa bu ayblovni qat'iyan rad etib, uni yolg'on bayroq operatsiyasi deb atadi. Pokistonning javob choralari Pokiston Hindistonning Hind daryosi suvi taqsimoti bo'yicha bitimni bekor qilish qarorini rad etdi. Bitim Jahon banki vositachiligida tuzilgan xalqaro shartnoma bo'lib, uni bir tomonlama to'xtatish huquqiy asosga ega emas. Suv oqimini burish yoki pastki irmoqlar huquqlarini buzish urush e'loni deb qaraladi. Pokiston bu harakatga milliy qudratning barcha yo'nalishlarida qat'iy javob beradi, deyiladi bayonotda. Atari chegara punkti zudlik bilan yopiladi. Bu Hindiston va Pokiston o'rtasidagi yagona faol quruqlik o'tish punkti edi. Hindiston fuqarolari uchun SARC vizasidan ozod qilish tizimi to'xtatiladi. Pokistonda ushbu tizim orqali bo'lib turgan Hind fuqarolari 48 soat ichida mamlakatni tark etishi kerak. Faqat sikh diniy ziyoratchilar bundan mustasno. Hindistonning mudofaa, harbiy, dengiz va havo kuchlari bo'yicha maslahatchilari persona non grata deb e'lon qilindi. Ular va ularning yordamchilari 30-aprelgacha Pokistonni tark etishi shart. Hindistonning Islomoboddagi elchixonasi xodimlari soni 30 nafargacha cheklanadi. Pokiston havo makoni Hindiston yoki Hind kompaniyalariga tegishli barcha aviareyslar darhol yopiladi. Hindiston bilan barcha savdo operatsiyalari yopiladi. Hatto 3-mamlakatlar orqali o'tayotgan tranzitlar ham butunlay to'xtatiladi. Pokiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi bayonotida Hindistonning so'nggi harakatlari, xalqaro konvensiyalar, BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalari va xalqaro majburiyatlarni mensimaslik deb baholanadi. Pokiston tinchlik tarafdori, ammo hech kimga o'z suvereniteti, xavfsizligi, sha'niga tajovuz qilishga yo'l qo'ymaydi, deyiladi bayonot yakunida. Yangi takliflar hozir Trampning stolida. Zelenskiy kecha 23-aprel kuni Buyuk Britaniya poytaxti London, Ukraina, Yevropa mamlakatlari va AQSh vakillari o'rtasida urushni tugatishga oid yangi takliflar taqdim etildi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga tayanib, Rebek Ukraina xabar berdi. Londonda uchrashuv bo'lib o'tdi. U yerda ular taklif qilgan tegishli strategiya mavjud edi. Bizning jamoamiz Yevropa vakillari va AQSh delegatsiya konstruktiv ravishda gaplashdi va hujjatda tegishli punktlar paydo bo'ldi, dedi Ukraina rahbari Janubiy Afrika Respublikasi
Respublikasi prezidenti Siril Ramaphosa bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida Zelenskiy shuningdek tinchlik bitimida Ukraina konstitutsiyasiga qarshi bo'lmagan bandlar bo'lmasligi kerakligini takrorladi. Unga ko'ra takliflar allaqachon AQSh prezidenti Donald Trampga taqdim etilgan. Hozirda bu hujjat Trampning stolida deb hisoblayman, dedi Ukraina prezidenti. Rebak Ukraina manbalariga ko'ra, bu Fransiya, Buyuk Britaniya, Germaniya va Ukraina o'rtasidagi umumiy qarashlarga asoslangan takliflar bo'lib, ular AQShning maxsus vakili Kit Kellogg tomonidan Vashingtonga yetkazilishi zarur bo'lgan. Ukrainada 10 minglab rus askarlari bedarak yo'qoldi. Ukrainadagi urushda 48 mingdan ortiq rossiyalik harbiy xizmatchilar bedarak yo'qolgan. 2024-yil boshidan beri Ukrainaning topishni xohlayman loyihasi ularning yaqinlaridan shuncha qidiruv so'rovini olgan. Verstga nashrining tanishib chiqqan ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning aprel oyiga qadar bedarak yo'qolgan 58 ming nafar harbiy xizmatchilarning ma'lumotlarini qayta ishlash imkoni bo'lgan. To'plangan statistik ma'lumotlarga ko'ra, ofitserlar urushda eng kam yo'qoladi. Ular barcha murojaatlarni atigi 1,5% tashkil etadi. Ofitser bo'lmagan harbiy xizmatchilar 61% ni tashkil qiladi. Qolgan hollarda bedarak yo'qolganlarning unvonlari murojaatlarda ko'rsatilmagan. G'oyib bo'lgan rossiyalik harbiylarning eng kichigi yo'qolish paytida 18 yoshda, eng kattasi esa 67 yoshda bo'lgan. Shu bilan birga 20 yoshgacha va 60 yoshdan oshgan yosh toifalari topishni xohlayman bazasida eng kam sonli toifalardir. Ularga barcha murojaatlarning 2% dan sal ko'prog'i to'g'ri keladi. G'oyib bo'lish vaqtida eng ko'p harbiylar 30 yoshdan 39 yoshgacha bo'lgan.